Tomoshabinlarni qo'rquvdan kinoteatrlarni tark etishga majbur qilgan yashirin ovoz filmi endi o'zbek tilida. Qahramonimiz o'zi bilmagan holda zulmatda yashirinib yotgan iblisni chaqirib qo'ydi. Endi u kimsasiz uyda qurbonlarini ovozlar orqali ta'qib qiluvchi maxluq bilan yolg'iz qoldi. Film insonni qonli sahnalar bilan emas, balki ovozlar bilan qo'rquvning eng yuqori cho'qqisini his qildiradi. Aql idrokni sinovdan o'tkazuvchi yashirin ovoz psixologik trillerini hoziroq yangi TV ilovasida tomosha qiling. Ilovani Google Play yoki App Store'dan yuklab oling. Tomoshabinlarni qo'rquvdan kinoteatrlarni tark etishga majbur qilgan yashirin ovoz filmi endi o'zbek tilida. Qahramonimiz o'zi bilmagan holda zulmatda yashirinib yotgan iblisni chaqirib qo'ydi. Endi u kimsasiz uyda qurbonlarini ovozlar orqali ta'qib qiluvchi maxluq bilan yolg'iz qoldi. Film insonni qonli sahnalar bilan emas, balki ovozlar bilan qo'rquvning eng yuqori cho'qqisini his qildiradi. Aql idrokni sinovdan o'tkazuvchi yashirin ovoz psixologik trillerini hoziroq yangi TV ilovasida tomosha qiling.